Birkam dunyo. Men Allohga cheksiz shukr qilaman. Meni hayotimda birkamlik yo'q. Men o'zim qizlarga ham, ayollarga ham doim bitta narsani aytamanki, agar armon bilan yashasangiz, agar hayotingizni yutqizasiz. Eng noto'g'ri yashash bu armon bilan yashash. Masalan, shunga savol berishadi, armoningiz bormi? Bu savolni o'zini ham yomon ko'raman va hech qachon kimgadir bermayman ham va ayollarni o'ziga ham shu narsani da'vat qilamanki, armonim bor dema, chunki armonsiz dunyo bu aslida. Hamma nimaki bo'lgan bo'lsa, men uchun yaxshilikka bo'lgan. Nimaki bo'lsa, men uchun zo'r bo'lgan, men uchun xayrli bo'lgan. Otasiz katta bo'ldingmi? Xayrli. Onasiz katta bo'ldingmi? Xayrlisi bo'lgan. Senga shunday umr berilganki, aynan shu yo'ldan borsang sen uchun yaxshiroq bo'lish kerak. Ya'ni kuchliroq bo'lishing, keyinchalik hayotingga qandaydir anglashlarga osonroq kelishing. Chunki biz anglash uchun yashaymiz. Yaratganga kelish uchun deb bilaman-da. Men shunaqa deb fikrlayman. Ya'ni qachonki inson total ravishda ishonchga keladi, Allohga ishonch, shartsiz sevgi va bu dunyoda cheksiz shukr, bu dunyoda faqat sevgi, muhabbat boshqarishini anglaganida, ya'ni shartsiz mehr.